Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Jinorson, ko'chada nima shovqin bo'lyapti? Tinchlikmi, nima gap? Yangi yilingiz bilan janob. Yangi yilda yangi kayfiyat tilab keldik. Kutilmagan vaziyat bo'ldi-ku. Qanday yaxshi. Sizni yangi yil bilan tabriklagan holda Qorbobo sizga sovg'a berishga qaror qildi. Qorbobo, uxlab qoldingizmi? Jinorson, sovg'ani olish esimdan chiqdi. Jinorson, sen Qorbobo emassan, kalta faham bobosan. Janob, hech qayerga ketib qolmang. Hozir biz 5 daqiqada kelamiz. Qani oldinga tush, la'nati qariya. La'natlari, menimcha ular boshqa qaytib kelmasa kerak. Sizlarni bu yerga ko'rib turganimdan xursandman. Xullas, maqsadga o'tamiz. Demak bunday, menga kecha Qorbobo sovg'a bermadi. Shuning uchun buni aniqlashimiz kerak. Nima uchun menga kecha sovg'a bermadi? Janob, bu Qorbobo emas, mashining bobo bo'lishi mumkin. Men bunaqalarni uchratganman. Shunaqasi ham bo'ladimi? Janob, haqiqiy Qorbobo Janubiy qutbda bo'ladi. Shundaymi? Menda bir g'oya keldi. Demak biz Janubiy qutbga uchamiz. Lekin bir kichkina muammo bor. Sizlarni Janubiy qutbga qanday qilib olib ketaman? Sizlar men uchun uchar moslama qurasizlar. Haloyiq, eshitdingizmi? Janubiy qutbga uchar ekanmiz. Tepaloq qilmasdan yuringlar. Jinorson, qaysi birlaring oppoq qorga chiqib ketdilaring? Men bosib oldim. Xullas, la'natlar, bo'sh kelmasdan ishlashimiz kerak. Bo'lmasam Janubiy qutbga bora olmaymiz. Bu yerda yurmaymiz. Jarlik bor ekan. Jarlik bor ekan deyapman. Jinorson, bu tentak aholilar qayerga g'oyib bo'ldi? Men ularga Janubiy qutbga uchish uchun uchar moslama tayyor bo'lishini aytgan edim. Jinorson, bu yana nima balo bo'ldi? Janob, bu innovatsiya, kelajak texnologiyasi. Biz aholilar bilan kelishgan holda aholilarning o'zidan uchar moslama tayyorladik. Biz buni Boeing Villager deb nomladik. Jinorson, men buni uchishiga shubha qilyapman. Marhamat janob, siz uchun biznes VIP klassimiz bor. Jinorson, ichi ko'rinishi bir xil-ku. Buni orqasi qayer, oldini qayer bilib bo'lmaydi-ku. Mayli, nima ham derdim, qani olg'a. Jinorson, nimagadir menga bu sokinlik yoqmayapti-da. Tushunmadim. Sen bezmiya bu yerda nima qilyapsan? Jinorson, sen la'natini nima balo berding menga? Nima balo bu? La'nati, bezmiya, bir kun emas, bir kun og'zingga chichaman seni. Jinorson, o'zi bu samolyotni kim boshqaryapti? La'nati, senga nima balo bo'ldi? Menimcha seni mana bu samolyot qiynagan yoki bo'lmasam hayot. Bu samolyotda mendan boshqa hech kim yo'qmi, nima balo? La'nati, nima balo edi bu? Jinorson, samolyot qilyaptimi? Nima balo? Video shu yerda tugaydimi? Jinorson, nima balo bo'ldi hozir? Jinorson, meni qo'lim qayerda? Men bilan kelgan aholi qayerga qo'yib bo'lishdi? Ular ham halok bo'ldimi, nima balo? Men o'zimni qo'limni topib oldim. Barcha aholi halok bo'lganga o'xshaydi. Opa, men kimnidir ko'ryapman. La'natlari. Men barchangiz halok bo'ldingiz deb o'ylabman. La'natim ishqilari. Menimcha biz hali Shimoliy qutbga kelganimiz yo'q, to'g'rimi? Demak biz yana bir bor kelajak texnologiyasini yaratishimiz kerak. Tinchlikmi? Mayli, kelajak texnologiyasini yaratishni xohlamasangiz, yo'q boramiz. Men bir narsaga tushunmayapman. Nega sizlar tirik qoldingiz, boshqalar halok bo'lishdi? Chunki biz yashab turgan aholining ustiga qulab tushdik. Shuning uchun biz tirik qoldik, ular halok bo'lishdi. Biz o'zimizga tezroq qo'rg'on topishimiz kerak, bo'lmasa muzlab o'lamiz. Janob, menda bir taklif bor. Gulxan yoqishimiz kerak. Mana shu yerda seni kallang ishladi. Qani olg'a. Qani olg'a, yalqovlar. Demak, mana shu yerda o'zimizga qo'rg'on qurishimiz kerak. Janob, men gulxan yoqaman, chunki bu sovuqda muzlab qolmasligimiz uchun. Tushunmadim. La'natlari, bular muzlab qolibdi-ku. Qani tezroq gulxanni yo'q. Nimaga imillayapsan? Tezroq bo'l, ularni eritishimiz kerak. Bo'lsa, men sizni tushundim. Qani boshladik. Mana janob, tayyor.
Hammasi ajoyib, lekin mana bu muzlaganlarni nima qilamiz? Menimcha janob, ularni gulxanga yaqinroq qo'yishimiz kerak. Ajoyib, seni miyang bo'lmasa ham kallang ishladi. Sizlarga savol, biz bu yerda ko'p qolib ketamizmi? Negaki meni qornim och qoldi. Qani tezroq bo'linglar, menga yegulik olib kelinglar. Qani nimani kutib turibsizlar? Bo'la qolinglar. Ba'zilaringiz erib o'z holingizga qaytdingiz. Agar ovqat bo'lmasa, eksperiment o'tkazib, qaysi biringizni go'shingiz shirinligini bilib olamiz. Qani tezda uni bu yerga olib kelinglar. Nimaga anqayib turibsan? Qani bo'la qol, uni olib kel bu yerga. Men hazillashdim. Hoy, nega qochib ketding? Men shuncha hazillashdim. Men aholini yemayman. Hoy, bas qil, yig'lama deyapman. Qani tezda yo'qot bu la'nati tasqarini meni ko'z oldimdan. Qo'yile, juda ham epchil ekansan-ku. Uni gulxanga qo'yib tayyor bo'lishini kutamiz. Quyon go'shti tayyor bo'lsa, uni ta'mi qanday bo'larkin? Qani yoqimli ishtaha. Xo'sh janoblar, biz Shimoliy qutbga sayohat qilmoqchi edik, lekin yarim yo'lda to'xtab qoldik. Chunki ba'zilaringiz tirik qoldingiz, ba'zilaringiz muzladingiz, ba'zilarini yo'qotdik. Lekin janob, biz kundan kunga kamayib boryapmiz. Mayli, xavotir olmanglar, ertaga bir nima o'ylab topamiz. Bilaman, bugun hammamiz uchun og'ir kun bo'ldi. Yarim tunda kim eshikni taqillatdi? Jinursun, mana bu muzlab qolibdi-ku. Xavotir olma bolakay, biz seni arqon bilan tortib olib kiramiz. Chunki tashqari muzlama bo'lib yotibdi. La'nati, hamma yoq muzlab qolibdi-ku. Bo'lmasam plan I'ga o'tamiz, itarib olib kiramiz. Qani, bo'la qol, yana ozgina. Mana shunday. Mana, bo'ldi, sen ichkaridasan. Xo'sh, tashqarida boshqa hech kim qolmadi. Agar qolgan bo'lsa, bahorgacha kutishga to'g'ri keladi. Janob, men uzoqroqda qandaydir tog'ni ko'rgan edim. Ertaga ertalab o'sha yerga borishni taklif qilaman. Yaxshi, bo'lmasam sen yo'l boshlovchi bo'lasan. Yaxshi janob, men mana bu tog'larni aytyapman. Ajoyib fikr. Ertalabni kutib nima qilamiz? Qani hammamiz hoziroq yo'lga tushamiz. Tushunmadim, bu qo'shiqni kim qo'ydi? Axir hozir yangi yil-ku. Yana sen oila davrasida kalkulyatoringni o'ynayapsanmi? Bu kalkulyator emas, buvajon. Bu yangi chiqqan uyali aloqa Grox Pro Max deyiladi. Men bu qurilma bilan kanalga nechta obunachi qo'shilganini ko'raman. Qarang, bizning shu narsaga kallamiz ishlamagan ekan. Hoy bola, meni ikki quloqing bilan eshitib qo'y. Sen hech qachon qorbobo bo'la olmaysan. Qorbobo lavozimiga ko'tarilaman deb xayolam qilma bola. Yangi yil bayrami senlarga o'yinchoq bo'ldimi? Sen menga umuman gap qaytarma bola. O'chir ovozingni. Meni qurilmam ovoz tezligidan 3000 barobar tezroq uchadi, tushundingizmi? 1941-yil jang davridagi yangi yil edi. Meni chang'imda bor yo'g'i 3 ta bug'u va ichib olgan pianista elf bor edi. Menga qarata o'q utishgan edi. Menga 15 ta o'q kelib tegdi va men 2 ta bug'umni yo'qotdim. Men qayerdan bilaman? O'sha voqeadan so'ng pianista elfni ko'rganim yo'q. O'shanda men bir o'zim sovg'alarni yetkazganman. Hozir ham shunday qilib bilaman. Ha, faqat tushingizda. Nima deding la'nati bola? Hozir uraman o'lasan hozir, padar la'nati bolasi. Hoy, o'zlaringizni bo'lsang, bu nima degan gap? Chevarangiz tengi bola bilan bahslashib o'tiribsiz. Hozir qorbobo menman. Ha, senlarni qorbobo qilgan men bo'laman. Menga qara Grox, sen boboyni gaplariga e'tibor berma. Sen ham bir kun kelib qorbobo bo'lasan. Ha, balkim 100 yil o'tgandan so'ng. Mayli, menga ruxsat, menga qo'ng'iroq qilishyapti. Alo. Bir qarich bo'lib menga gap qaytaradi la'nati. Ota, siz ham oshirib yuboryapsiz-da. Agar Grox bo'lmasa, sovg'alarni yetkaza olmasligimiz aniq. Agar Groxning qurilmasi bo'lmasa, bolalar sovg'a olisha olmaydi. La'nat ye. Menimcha biz Janubiy qutbga kelganga o'xshaymiz. Xo'sh, bu eshikni qanday ochamiz? Kimda qanday reja bor? Janob, bu eshikni buzishimiz kerak. Yaxshi, unday bo'lsa ishga kirishinglar. Qo'yil, gap bo'lishi mumkin emas. Janob, sizlarga qandaydir yordam berishimiz mumkinmi? Faqat sovg'alarga tegmanglar. Jinursun la'natlar, nima balo qilyapsanlar? Sizlar barcha sovg'alarni rasvo qildingiz. Men sizlarga qorboboga aytib beraman. Endi qanday qilib bolalarga sovg'a tarqatamiz?
Xavotir olma, biz bir nima o'ylab topamiz. Bolalar, tezroq yig'ilib olishimiz kerak. La'natlar, sizlarni deb mana bu elflarga yordam berishimiz kerak. Xavotir olmang janob, biz sovg'alarni bir kechaning o'ziga tarqatamiz. Biz siz uchun juda ham tez uchadigan moslama tayyorlaymiz. Menimcha bu aholi nimadir qurishganga o'xshaydi. Juda ham tez uchadigan chang'i bo'lsa kerak. Xo'sh, qani nima qurdingiz? Biz shamol tezligidan ham tez uchadigan moslama qurdik. La'nat bu nima balo bo'ldi, laganmi? Men hech qachon bu moslamalaringizga uchmayman, bir marta uchganim yetadi. Xavotir olmang janob, buning himoya yostiqchalari bor. Mayli, qani bo'lmasam yo'qchi. Menimcha gijiktirib kuyganga o'xshaydi. Men ham shunday deb o'ylagandim. Sizlarni deb men boshqa uchadigan moslamani prokatga olishimga to'g'ri keldi. Xo'sh, bizning chang'imizda kimlar bor? Bizning chang'imizda ko'plab o'yinchoq sovg'alar va mana bu qorbobo. Biz bu sovg'alarni butun dunyo bo'ylab bir kunga yetkazishimiz kerak. Demak, menga yordam beradigan yordamchilar. 4 ta muzlagan aholi va 4 ta muzlamagan aholi bor. Janob, menimcha biz bir kunga butun dunyo bo'ylab sovg'alarni yetkazib bilmasak kerak. Ey, yangi yilingga ham o'tishsin. Xo'sh, bizning keyingi rejamiz mana bu tuynik orqali tushib, sovg'alarni tarqatishimiz kerak. Har biringizga belgilangan sovg'alar va belgilangan manzilingiz bor. Ko'rib turganingizdek, tuynikning ichida olov yonyapti. Shuning uchun birinchi sen tushasan. Jinorson, bitta aholi bardosh bera olmadi. Mayli, hech qisi yo'q. Plan B ga o'tamiz. Bostirib kirish rejasi. Qani bo'lmasam olg'a. La'nati. Bu shunchaki tayyorgarlik edi. Qani olg'a. Jinorson, men buni uddaladim. Qani bo'la qolinglar. Qarang, yo'q, biram. Shumadan bitta teshikka 2 kishi kirishimiz shartmi? Ovozlaringni o'chir, sovg'alarni qo'yamiz, ketamiz. Pechenya. Qanaqa pechenya la'nati? Bo'ldi, ketamiz. Tushunmadim. Nimaning ovozi edi bu? Jinorson, keyingi manzilimiz ustoz Hamroyevning uyi ekan. Bu ustoz Hamroyevning uyi bo'lganligi uchun birinchi sen tekshirib chiqasan. Yo'q, men kecha uyga bajarmagan edim. Xavotir olmanglar, unga hech nima qilmaydi. Tushunmadim, o'zi pastda nimalar bo'lyapti? Qani bo'la qolinglar, ustoz Hamroyev kelmasdan oldin. Men shirinlikni mana bu yerga qo'yaman. Shirinlik juda ham shirin bo'lsa kerak, bitta tishlayman. Chunki qornim och qoldi. Sovg'ani mana bu yerga qo'ydim. Ammo undalayapmiz. Yangi yil yaxshi bayramda. Hoy, la'nati, shovqin ko'tarma. Hozir ustoz Hamroyev uyg'onadi. Tushunmadim. Unay uyimni senga ber, pataringasi eshagani. Nima qilsam yo'qa? Uraman o'ylasam hozir. Ustoz Hamroyev, o'zingizni bosing, biz o'g'rilar emasmiz. Yordam bering, men chiqib qo'ydim. Hamma yuqoriga ko'tarilsin. Meni Yo'q, kel, pataringasi eshagani. Qamoqqa cho'qilib. Unay uyimni senga ber. Bo'ldi, menga kerak emas yangi yil pangillaring. Bu nima, zombimi? Azamchani kimdir ko'rdimi? Men ham ko'rganim yo'q. Endi esimga keldi. Axir ustoz Hamroyevning uyiga qoldi-ku. Mavlonov azobcha, nima qilayotganing mana uyimga? Haligi ustoz O'chira oling, tushundingmi? O'chira oling. Bu yerdan tezroq ketish kerak, chunki bizni boshqa ishlar kutyapti. Tushunmadim. Shu sovuq havoda ham ko'chada uxlab bo'ladimi? Axir ko'chada -150 gradus sovuq bo'lsa. Xo'sh, Qorbobo va To'nka, ishga kirishinglar. Men esa sizlarni mana bu yerga kutib o'tiraman, ishni bajarib kelguningizcha. Bir qarich bo'lib menga ish buyuradi, tirrancha. Tushunmadim, biz adashdikmi deyman. Bu qanday makon bo'ldi o'zi? Uyga ham o'xshamaydi. Yo tavba, 50 yildan beri sovg'a tarqataman, lekin uyliklarga birinchi marta beryapman. Nimaning ovozi edi bu? Nima? Uyg'ondi. Qochib qol la'nati. Men hali o'lishga yoshlik qilaman. Nima balo, ikkita sovg'ani qo'yish shunchalik qiyinmi? La'nati. Yo'qolganlar. Yangi yilni birinchi marta ko'ryapman. Bugundan boshlab pensiyaga chiqaman. Nima baqir-chaqir bo'lyapti?
Xo'sh do'stlar, bizning sarguzashtimiz davom etadi. Biz ertalabgacha sovg'alarni tarqatishga ulgurishimiz kerak. Tushunmadim. Hozir kim meni suratga oldi? Xo'sh do'stlar, tong otishiga ham bir necha soat vaqt qoldi. Janob, menda bir taklif bor. Barcha sovg'alarni uloqtirib uyga qaytamiz. Qarang, shu narsa kallamga kelmagan ekan. Bo'lmasam birinchi sendan boshlaymiz. Biz ishimizni oxirigacha yetkazishimiz kerak. Demak, menga quloq solinglar, uch galbarslar. Biz mana bu uyga sezdirmasdan kirib, belgilangan sovg'alarni qo'yib chiqishimiz kerak, tushundingizmi? Nima deb o'ylaysizlar? Eshikdan kirganimiz ma'qulmi yoki teshikdan kiramizmi? Janob, sovg'alarni ko'chaga qo'yib ketsak ham bo'ladi. Hozir men seni o'zingni ko'chaga qo'yib ketaman. Demak, mana bu tuynukdan kiramiz. Nimagadir menga bu teshik yoqmayapti-da. Janob, meni qornim og'riyapti. Men mana bu teshikka aniqlik kirgizishim kerak. Mana shu teshikka chiqsam bo'ladimi? Og'zingga chichaysana, bu teshikdan biz sovg'ani uloqtirishimiz kerak. Yo'q, men bu teshikka hayotga kirmayman. Nima deb o'ylaysan? Bunday balandlikdan tushgan sovg'a omon qolarmikin? Nima qirsilladi? Xonimlar va janoblar, alfabetda o'zi bitta deb nomlangan maydonimizga xush kelibsizlar. Kechirasizlar, meni hozir ortiqcha vaqtim yo'q. Sizlarning o'yiningizga O'chirib o'zingni la'nati bola, men hali gapimni oxirigacha tugatganim yo'q. Bu maydonda g'olib bo'lsangiz, bu yerni tark etasiz. la'nati, hozir ko'ramiz. Qani barzangi bu yoqqa kel. Bor yo'g'ingiz shumi? Bo'ldi, men g'olib bo'ldim. Endi bizni bu yerdan chiqarib yubor. Shundoq ham seni deb kech qolyapman. Yo'q, shoshma, bunday bo'lish kerak emas edi. Qani Karim Komillarni chiqaringlar. Nima? Qanaqa Karim Komil? Biz bunaqasiga kelishmagan edik. Men kelishuvingga tupurib qo'yganman. Qani yo'q qilinglar uni. Mayli, o'zi yangi yilga yaxshi bola bo'lmoqchi edim, lekin o'zlaringiz majbur qildingiz. Bo'lmasa mana buni tatib ko'rchi. Jin ursin, nega men muzlayapman? Bu yana nima balo? Jin ursin, axlat otadigan moslama ish bermayapti. Bu yerda zombilar nima qilyapti? Bo'lmasa mana buni tatib ko'rchi. Qani, qo'lingdan kelsa sen ham shunday qil. Jin ursin. Nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti otam? Yangi yilingiz bilan tasqara maxluqlar. Jin ursin, bunisi oshib tushdi. O'yin juda ham cho'zilib ketdi. Vaqt ketyapti. O'ylay la'nati. Bo'ldi, sovg'alarni tarqatishda davom etamiz. Qani shoshma la'nati bola. Yana nima balo bo'ldi? La'nati, bular yana nima balo bo'ldi? Mana endi Parvardigor rejimiga o'tamiz. Men barchangni bitta qo'ymay qirib tashlayman. Qani bu yoqqa kel la'nati. Mana buni tatib ko'rmaysan. Qani bu yoqqa kel la'nati. Hozir men senga ko'rsatib qo'yaman. La'nati, seni deb qancha bolalar sovg'asiz qolyapti. Men uchun esa eng katta sovg'a sen bo'lasan, la'nati. Buvajon, yana 5 daqiqa. Tushunmadim, bu yana nima balo bo'ldi? La'nati, bu yana kim bo'ldi? Mana endi menda kattagina savol bor. Bezmiya, biz qayerdamiz o'zi? Mana buni yotishini qara. Qani tur o'rningdan la'nati bola. Men bir narsaga tushunmayapman. Bizni kimdir qamoqxonaga qamab qo'ydimi? Tushunarli. Komandir, bizni qamab qo'yganingizni tushundim, lekin mana bu bolani nega qamab qo'ydingiz? Tezroq mana bu bolani meni xonamdan olib chiqib ketinglar. U chiqib qo'ydimi, nima balo? Jin ursin, Bezmiya, meni hech kim eshitmayapti. Bu bola nima qilamiz endi? Bezmiya, biz nimadir o'ylab topishimiz kerak. Bola, uxlashni bas qil. Bola, men senga nima dedim? Tur o'rningdan uxlama. Biz zudlik bilan nimadir o'ylab, uraman o'ylasan hozir, tur o'rningdan. Sen uxlab butun yurakka to'kilding-ku. Menda ajoyib g'oya bor. Biz bu yerdan mana bu bola bilan birga chiqib ketamiz. Chunki bolani bu yerga qo'yib ketib bo'lmaydi. Men jackpot topdim. Qani bolakay, pist, bu yoqqa kel. Men eshikni ochishim bilan qani bo'la qolinglar, oyoqni qo'lga olib qochamiz. Bo'la qolinglar. Bolakay, seni omading bor ekan. Mana bu qanaqa bino bo'ldi? Biz qayerga kelib qoldik? Siz bunga qayerilishingiz kerak. Jin ursin, bola gapirdimi? Xo'sh, bolakay, mana endi bilganlaringni bizga gapirib berchi. Biz qayerdamiz, qayerga ketyapmiz? Biz hozir otamni qo'rqoriga qarab ketyapmiz. Qiziq, seni otang nima ish qiladi o'zi? Uning katta otxonasi bor. U otlarni oldi-sotisi bilan shug'ullanadi. Menda bir savol bor. Sen qamoqxonaga qanday tushib qolding? Buning tarixi uzun. Jin ursin, bu yerning shovqini juda ham baland ekan. Biz unga qayerlashimiz kerak. Nima dedik?
O'yinga deyapmiz. Men qatnab gapirmay ishlayapman. Xullas to'g'riga yuraymiz. Ha, Jinorson, qulog'im tom bitdimi, nima balo? Nimagadir ko'nglim g'ash. Biz uchalamiz o'tirib gaplashib olmasak bo'lmaydi. Sen Haydar akangni bilmaysan, u qip-qizil kissavor bo'lgan. Biz tezroq vinzavodni qo'lga kiritishimiz kerak. Otxonani ham kengaytirishimiz kerak. Tushunmadim, shaytanatdagi Asadbekmisiz? O'char ovozingni, senda lavz bormi? Sen sovg'alarni tarqataman deb nimalar qilib yuribsan bu yerda la'nati. Meni quloq sol, Xongirey bilan gaplashib kelishimiz kerak. Ya, menga bosh og'riq kerak emas. Oy, men hali gapimni oxirigacha tugatganim yo'q. Men uchun tugadi, bey aka. Jinorson, bezmiya, biz bu yerdan tezroq chiqib olishimiz kerak. Bu yerdan chiqadigan yo'l bo'lishi kerak. Jinorson, bezmiya, biz qaysidir teshikdan chiqdik. Yer la'nati, yarim kechasi nimaga navbat turishibdi? Kechirasiz, men shunchaki so'rab chiqaman. Bu shahardan qanday qilib chiqib ketsam bo'ladi? Aha, bo'ldi, tushundim men seni. Qani bezmiya ortimdan. Men shahardan chiqib ketadigan yo'lni so'rasam, ular meni mana shu yerga yuborishdi. Jinorson, borsa kelmas yo'l ekan o'zi ham. Eshityapsanmi bezmiya? Obbo, men bezmiyani ham yo'qotdim. Mana endi bitta o'zim nima qilaman? Zudlik bilan bezmiyani topish kerak. Xo'sh, bezmiya, biz qandaydir xonani topib oldik. Bu yana qanday joy bo'ldi? Biz qo'rg'onni qo'lga olishimiz kerak. Kimda qanday reja bor? Biz bildirmasdan hujum qilishimiz kerak. Kechirasizlar, Janubiy qutbga qanday qilib borsam bo'ladi? Mana bu yo'l bilan borasiz. Rahmat. Quloq solinglar, bizda faqat bitta imkon bor, bu qo'rg'onni qo'lga olishimiz uchun. Janob, men ham siz tomondaman. Mana endi mana buni ta'mini tatib ko'ringlar. Buni Yangi yil bayrami deylar. Mana buni sizlarda gapi bor ekan. Nima? La'nati bezmiya, unday qilma. Oy, ortingga qaytyapman. Bezmiya. Xo'sh, men qo'rg'onning ichiga kirib oldim. Men dushmanlarimizni ko'ryapman. Ular pingvinlarmi? Hozir men ularga ko'rsatib qo'yaman. Jinorson, yo'qole. Ularga kim qurol bergan o'zi? Oxirgi bola ham o'zining sovg'asini oldi. Ajoyib, yashaboring Qorbobo. Mana endi toza vijdon bilan uyga qaytsak ham bo'ladi. Qani yura qol, yangi yilni uyda nishonlaymiz. Mana shunday qilib biz sovg'alarni bolalarga yetkazdik. Yetkazishga ulgurmagan sovg'alarimizni men o'zimga olib qoldim. Men ularni ochib ko'raman, keyingi yil ularni tarqatamiz. Sizlarga bu video yoqdi degan umiddaman. Barchangizga kirib kelayotgan 2026-yil muborak bo'lsin. Videolarga ko'proq like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. 2026-yil barchangizga sog'lik, salomatlik, baxt va omad olib kelsin va ko'proq prosmotrlar bo'lsin. Albatta sizlarga shunday formatdagi video yoqdi degan umiddaman. Janob, biz tayyormiz. Mana endi suratga tushsak ham bo'laveradi. Esimdan chiqdi. Suratga tushishimiz kerak edi-ku. Bolalar, balkim esdalik uchun suratni ko'chaga olarmiz. Qani operator, bizni chiroyli qilib suratga olib qo'y. Chiroyli qilib suratga olib qo'ysam, meni oyligimni ko'taraverasizmi? Mana shu gaping yoqmadi. Mayli, keling, sizlar bilan ham suratga tushamiz. Xayriyat, uyimga keldim. O'z uying o'lan to'shaging deylar. Esingizdami, biz videoni boshida mana shu yerdan boshlagan edik. Esda qolarli bo'ldi-da o'zi ham. Yarim kechasi kim bo'ldi? La'natlar, sizlar meni sovg'amni olib keldingizmi? Janob, ming bor uzr kechikkanimiz uchun sizni sovg'angizni olib keldik. Biz 5 daqiqa deb 3 kun yo'q bo'lib ketganimiz uchun xafa bo'lmadingiz degan umiddaman.
Jin ursin va nihoyat men Qorbobodan sovg'a oldim. Lekin la'natlar, sizlar 3 kun kech qoldingiz. Yangi yiling bilan Megajin. Tanishing, Azamcha. U super qahramon bo'lishni orzu qiladi. Uyingda eshik yo'qmi? Nima bo'lo? Eshikni yop. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Azamcha ko'proq super qahramonlarni yoqtiradi. Kelajakda Azamcha super qahramon bo'lmoqchi va mana bu qishloqni yovuzlardan himoya qilmoqchi. Lekin hozircha Azamcha yoshlik qiladi. Menimcha mushukka yordam kerakga o'xshaydi. Men uni qutqarishim kerak. Ana bu yoqqa kel, la'nati mushuk, men seni qutqarmoqchiman. Mushuk qayerga qo'ymaydi? Mushuk, kis. Azamcha sarguzashtlarni yoqtiradi va qishloq aholisiga ham yordam beradi. Albatta, men hozir borib yordam beraman. Menimcha Azamcha kartoshkalarni o'g'irlamoqchi shekilli. Yo'q, men shunchaki yordam bermoqchiman. Mana bu aholi ham kartoshka ekayotgani yo'q, uni o'g'irlayapti. Sen hozir bu aholiga yordam bersang, unga sherik bo'lgan bo'lasan. Yo'q, axir men super qahramonman. Bizning qahramonimiz kichkintoy Azamchaga ko'proq sarguzashtlar yoqadi. Bizning sayohatimiz tashlandiq g'orlardan boshlanadi. Bu menga yoqadi, bu menga yoqayapti. Lekin bizning qahramonimiz kichkintoy Azamchaga mana bu uchar orol yoqib qolganga o'xshaydi. La'nati, u bu yerga qayerdan paydo bo'ldi? Uni kim yuqoriga ko'tarib qo'ygan? U qanday qilib havoda muallaq turibdi? Bilasanmi nima Azamcha? Buni men ham bilmayman. Jin ursin. Mana bu mening uyim. Mana bu ortimda turgan, uni tanimayman kimligini. Mana bunisi esa mening xonam. Men ko'proq mana shu kravatda sakrashni yoqtiraman. O'ylaygar, mana buni kimligini tanimay turibman. Azamchani aytishi bo'yicha, u kechqurunlari bahaybat golemni ko'rarmish. Lekin u aytgani bilan unga hech kim ishonmaydi baribir. Balkim uning aytgan gaplari haqdir. Men uni ko'ryapman. Mana u. Men sizlarga aytmaganmidim uni ko'rdim deb. Uni bu yerdan ko'rib bilmayapman. Biz unga yaqinroq borishimiz kerak. Jin ursin, menimcha biz juda ham yaqin keldik shekilli. Balki bu yerdan ketarmiz. Yo'q, bu yerda uni tomosha qilish uchun keldik-ku. U bizni yeb qo'ymasmikin? Men juda ham qo'rqib ketganman. Jin ursin, juda ham bahaybat ekan. Golem. Jin ursin, u meni eshitmayapti. Men bu golemni ustaqayim deb chaqiraman. Turinglar, tashqarida bahaybat golem qishloqqa hujum qilyapti. Turinglar deyapman. La'nati bola, yomon tush ko'rdingmi? Nima balo? Hech nima yo'q-ku. Bor kirib uxla, o'zi uraman o'ylasan. Men katta bahaybat golemni ko'rdim deyapman. Uyquni ham beliga tepding, yaramas bola. Men nima deyapman senga? Kir uxla, uraman o'ylasan o'zi. Bular kim bo'ldi? Qani bela qolinglar, menga biron bir yegulik olib kelinglar, meni qornim och qoldi. Nima balo, hammasini o'zim qilishim kerakmi? Qani bilmasam olg'a. Janob, bu yerda nimalar bo'lyapti? Hoy bola, bu yerda nima qilyapsan? Qara chetroq o'tir. Anilan yangi video syomka qilyapti. Qo'yil, videoda men ham qatnashsam bo'ladimi? Mayli, qatnashasan. Senga hozir topshiriq beraman. Borib issiqqina ko'k choy damlab kel. Hammalar janob, hozir damlab kelaman. Oshxona qayerda edi? Janob, ko'k choyni qayerdan olsam bo'ladi? Alo, janob. Bu yerda qishloq bormi? Men bizning qishloqimizdan boshqa qishloq yo'q deb o'ylagan edim. Menimcha ko'k choy mana shu yerda bo'lsa kerak. Bu uymi yoki oshxonami? Bu oshxona mening uyimdan ham chiroyli ekan. Anilan aktyorlar uchun juda ham yaxshi sharoit yaratib bergan ekan. Jin ursin, men ham Anilanning videolarida rol o'ynamoqchiman. Shoshmang, bu kim bo'ldi? Bu Anilan-ku. Anilan.